Endi hammada bitta savol tug'iladi-da. Qachongacha davom etishi mumkin pul to'lash, davlat pul to'laydi. Mana o'zi ham quyosh panellari qo'ymoqchimiz. Hech kim bilmaydi buni. Birontasi chiqib Margatovkani 2030 mi, 2050 yilgacha to'laymiz, qo'yiladi desa agar, odamlar bemalol qo'yishi mumkin-da. Masalan, aniq biladi shu. Falon kun pul berish to'xtamaydi degan maqsadda. O'sha uchun bu mana nimaga o'xshaydi bu? Nima piramidaga. Pul tikasan, bo'ladi yo bo'lmaydi. Shuning uchun maslahatim bir birontasi chiqib aytsa anig'ini. Masalan, men molimni sotib tikkanman, birov kredit olib tikadimi? Shuna qilib agar xalqlarni ishontirsangiz agar, menimcha ko'p kishi qo'yadi. Chunki bu 3 yilgacha o'zining pulini oqlaydi degan deyaptilar. Shartnoma qilsin. 3 yil, 5 yilmi? Mana masalan, men sendan pul olaman, ana sotib olaman elektrinni, shartnoma 5 yilgacha, 3 yilgacha bo'lsa ham shartnoma qilinsa agar, odam aniq bir narsaga nadeysa qilib buni ishonib bir ish qilishi mumkin. Bu turishga bilmayman. Bugun pul berish to'xtaydimi, erta pul to'xtaydimi? Endi Xudo biladi bu yerda. Fikrlaringizni aytinglar qani, nima deb o'ylaysizlar?